Binokor Impex va 15 milliard so'mlik loyiha. Bu endi zamonaviy savdo xizmat ko'rsatish obyekti qurilyapti. Sizlar bilan muloqotimiz ochiq muloqot asosida o'tkazamiz. Dikkat bilan ishtiratan sex qilmoqchi. Joyim ham narsam bor. Eng kami 12 kishilik joy ish o'rni bor. Markaziy mikrokredit bank tezgina hal qildi. Poyezda mana kredit 6 oy hech narsa to'lamaysiz. 2 yilga faqat foizini to'laysiz. 7 yilga ta'min to'laysiz 2 yil davomida. 16% imtiyozli davlat. Kattatirmoqchimiz. Bugun qurilishga kerak bo'ladigan penoblok ishlab chiqaraman deyapti. Ko'zi yonib o'tiribdi yoshimizni. Tezgina zudlik bilan qilib bergan.